Assalomu alaykum, qadrli Paroz aka ukalar. Mana bog'imizda yuribdi cho'jalarimiz. Maza qilib salqinda yurishdi aka ukalar. Mana qo'ylarimiz bor. Gilozlar ham aka ukalar, xudoga shukr. Xohlasa yaxshi qildi mana gilozlar. Kimda qanaqa qildi kommentariyaga yozib ketasizlar. Narx qancha bo'lyapti gilozni? Uni ham kommentariyaga yozib ketasizlar. Qada qancha ekan narxi bilib olamiz. Mana ukalar, bu yoqda yana boshqa partiyamiz ham emasmi? Bular narigi partiya bilan urushib ketishibdi, rosa yara bo'lib ketgan mo'y. Mana Cho'loq makonimiz. Tepolmay qolgan ancha yara bo'lib ketdi. Mana soya aka ukalar. Mana ukalar, bu yana bitta partiyamiz. Bu aksana Peterdan kelgan. Maka. Ukalar maza qilib yurishibdi. Mana suv chiqarib qo'yganmiz aka ukalar. O'ta tiniq suv mazza, muzdek ekan. Tabiat o'ta go'zal sohna. Tabiat go'zal. Bular gilozlar ham mazza. Akalar, videoga like bosib, kommentariyada o'z fikrlar qoldiringlar. Gilos narxi qancha bo'lyapti, kimda qanaqa qildi? Shu ma'lumotlardan berib o'tasizlar. Rahmat.